Sizlar uchun navbatdagi hashamatli hovlimizni obzor qilish uchun keldik azizlar. Samarqand shahar Kolxoz Pobedada bo'lyapti, Orientir Machit. Azizlar, 6 sotuvlik hovli, 8 ta xona bo'lyapti. Umumiy hisobda 3 qavat, 2 qavat, ya'ni yashash maydon, tagi polnusi podval bo'lyapti. Hovli qismiga bitta e'tibor beramiz. Fasadlari hammasi eron g'ishidan podrashka qilingan, sokullari hammasi granit bo'lyapti. Mana bu yer polnusi naves, bu yer darvozaxona tashqari ko'chadan kirish qismi. Hovliga bitta e'tibor beringlar azizlar. Juda ham chiroyli, fayzli xonadon bo'lyapti. Mana bu yerda chiroyli landshaftli zona, oldida esa vodopad qilingan, ya'ni sharshara. Buni yoqib qo'yasiz, kayfiyatingizni ko'tarib, mazza qilib oilangiz bilan yashaysiz. Har bittalaringizga ota-onangiz bilan, oilangiz bilan shu yerda yashash nasib qilsin. Shunaqa xonadonlarga yashash nasib qilsin azizlar. Endi esa bitta fasadga e'tibor berganingizdan keyin hovlimizning ichkari qismini ham obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Bitta kiraverishda chiroyli bo'lgan hol azizlar. Klassik dizayndagi remont. Holimizga e'tibor bering. Katta, keng bo'lyapti. Holimizning eni почти что bir 8 metrga, uzunligi esa bir 12-13 metr bo'lyapti azizlar. Juda ham chiroyli remont qilingan, o'zlari uchun bugungi kunda sotishga to'g'ri kelyapti. Har bittalaringizga shunaqa uylar nasib qilsin. Indiyskiy proyekt. Ikkinchi qavatda lestnitsalarga e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli qilingan. Mana bu yerda esa birinchi xonamiz, mehmonxona azizlar. Samarqandning mohir ustalaridan biri ishlagan, juda ham chiroyli, o'zimga yoqdi. Shinam remont qilingan. Bu yer zalimiz 12 metrga, eni esa 4 metr bo'lyapti. Ikki tomonlama joy qilingan, ya'ni bir tomonda 12 kishilik stul, bir tomonda esa mana bu yerga mягкий mebel o'rnatilgan, bu yerga esa TV zona, televizor o'rnatilgan qoladi. Bu yerda konditsioner bo'lyapti, deraza hovli tomonga qarayapti va uyning ichiga ham qarayapti azizlar. Endi esa birinchi qavatda mana bu yerga ikkita spalniy komnata bo'lyapti. Marhamat. Kiraverishda o'ng qo'lda bitta spalniy komnatamiz. Mana bu tomonda umumiy bo'lgan sanuzil birinchi qavatdagi va bu yerda yana bitta spalniy komnata bo'lyapti azizlar. Birinchi qavatda ikkita spalniy komnata, katta zal bo'lyapti va katta hol. Endi esa hovlimizning ikkinchi qavatini ko'rsatamiz azizlar. Oshxonamiz, ya'ni kuxnyamiz tashqari darvozadan kirganda o'ng qo'ldagi bitta alohida xona, u yer oshxona bo'lyapti. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Chiqaverishda mana bu yerga chiroyli dizaynerskiy oyna va ikki tomonga azileniya qilingan. Juda ham chiroyli turibdi. Xo'sh. Bu tomonga shunday chiqaverishda ikkinchi qavatda mana bu tomonda ikkita xona bo'lyapti. Bitta mehmonxona, ichida spalnisi bilan birga bo'lyapti azizlar. Bu yerga siz bitta yosh oilaga xona qilib bersangiz bo'ladi. Spalniy kровать o'rnatib, bu yerga mягкий mebel qo'ysangiz agar mehmonxona bilan spalniy ichma-ich bo'ladi azizlar. Bitta oilaga juda ham chiroyli yetadi. Ikkinchi qavatdan hovliga obzor juda ham chiroyli va Samarkand City'dagi gostinitsalar, restoranlar bahozir ko'rinadi. Wi-Fi'lari bor, kamera naблюдение bor azizlar. Remonti meni o'zimga juda ham yoqdi, juda ham chiroyli qilingan. Mana bu tomonda yana bitta umumiy sanuzil ko'rishingiz mumkin. Bu yerga yana bitta spalniy komnata bo'lyapti. Mana bu tomonda yana bitta spalniy komnata ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hali lampochkalar o'rnatilganlari yo'q, lekin bu yer ham spalniy komnata, deraza hol tomonga qarayapti. Azizlar, har bittalaringizga shunaqa uylar nasib qilsin. Hovlimiz 6 sotuq, 2 qavat, tagi podval bo'lyapti. Umumiy hisobda 3 qavat, 8 ta xona bo'lyapti. Narxi azizlar 450 ming AQSh dollar so'ralayotgan narx. Yaxshigina kelishtirib olib beramiz. Hovlimizning remonti idealniy turibdi, yangi. Fasadlari juda ham chiroyli qilingan. Har bittalaringizga shunaqa uylar nasib qilsin. Kimga qiziq bo'lsa, aksiyada nomerlar bor. Aloqaga chiqinglar, kelib uyni baraka qilib olib beramiz. Salomat bo'lasiz.